inson hayotini asta-sekin, ammo qat'iy ravishda yemirib boradigan eng xavfli illatlardan biridir. Bu faqatgina sog'liqni emas, balki insonning orzu-umidlari, oilasi, jamiyatdagi o'rni va kelajagini ham barbod qiladi. Dastlab qiziqish yoki vaqtinchalik muammo sifatida boshlangan holat keyinchalik qaramlikka aylanib, insonning o'z irodasidan ham mahrum etadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasiga ko'ra, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop modda hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni, targ'ib qiluvchi mahsulotlarni tayyorlash, tarqatish, reklama qilish, namoyish etish yoki bunday mahsulotlarni yoxud zararli mahsulotlarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu kodeksning 273-moddasiga ko'ra, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash yoki boshqa harakatlarni qilish, shuningdek, ushbu mahsulotlarni qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Shu sababli giyohvandlikdan yiroq bo'lish har bir insonning eng muhim vazifasidir. Hurmatli tengdosh, o'zingni, oilangni va kelajak avlodni ushbu zararli illatdan yiroq tut.